yaxshi to'p uzish amalga oshirildi o'ng tomonga, markazga va bu yerda to'g'ridan to'g'ri zarba amalga oshirilmoqda va 3-daqiqa Tojikiston jamoasi vakillari darvozani ishg'ol etishdi. Bu muallifi qanday pas? Yuqoridan to'p uzatilyapti. Shomurodov emas. Zarba bera olmay qoldi. Hujum davom etadi. Yaxshi bol. Nihoyat! 3-daqiqada maqsadiga yetishdi Jasurbek. Yana bir imkoniyat Abduxoliqov penalti ishladi Bobur Abduxoliqov. 56-daqiqa ruxsat berildi. Eldor zarbani ishonchli hamda 25-raqamda Hojimat Erkinov va Abbosbek gol! Zullayev terma jamoadagi Hamrobekovning to'p uzatishi birga bir chiqarib yuboryaptimi? Zarba berish kerak va bu zarba 83-daqiqada O'ronov jarimadan kirib bordi, tezlikni oshiryapti. Nuqtaga ishora qildi. Ostonning zarbasi juda ham kuchli chiqqani yo'q. Alday oldi.